Nima uchun biz aynan Bismillahir-Rohmanir-Rohim deb boshlaymiz qiladigan ishlarimizni? Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mm, Ismim Samariddin Nosirov. Bizneslarda administrativ boshqaruvni tizimlashtirish bo'yicha Ant Business Systems brendi asoschisiman va shu bilan birgalikda bizneslarda tizimlashtirishni avtomatlashtirish bo'yicha Platform elektron platformasining O'zbekistondagi rasmiy hamkoriman. Mana 7 yilgi o'qish va ish jarayonlaridagi tajribalarimiz natijasida shunday xulosaga keldimki, qachonki har qanday ishlarimizni Qur'oni Karimning shartlariga moslaydigan bo'lsak, qiladigan ishlarimiz effektivroq, foydaliroq, iste'molchilarga, foydalanuvchilarga manfaatliroq bo'lishini o'z ish tajribamda kashf etdim. Xulosalarimdan ba'zi birlarini siz bilan o'rtoqlashmoqchiman. Endi hozir sizga aytmoqchi bo'lgan fikrlarim, bermoqchi bo'lgan maslahatlarim barchasi o'zimning shaxsiy fikrlarimdan kelib chiqib, shaxsiy tajribalarimdan, hayotiy tajribalarimdan kelib chiqib qilgan xulosalarim. Hammamizga ma'lumki, inson zoti hech qachon juda mukammal bo'lmaydi. Agar mabodoki mana shu sizlarga beradigan fikrlarim, sizlar bilan bo'lishadigan fikrlarim sizlarga manfaatli, foydali yoki dunyoyu oxiratda manfaatli bo'ladi deb bilsangiz, albatta bu fikrlarimdan bemalol o'zingizni biznesingizda, hayotingizda foydalanishingiz mumkin. Demak, bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz nimadan iborat? Holbuki ishlarimizni Qur'onga moslamoqchi ekanmiz. Eng birinchi qilinadigan ish bu nimadan iborat? Eng birinchi Qur'onga qaysi jumla bilan kirib kelamiz? Qaysi kalima bilan kirib kelamiz? Bizga Alloh taolo shuni o'rgatdiki, har bir ishimizni bismillahdan boshlashni Alloh bizga o'rgatdi. Nima uchun biz aynan Bismillahir-Rohmanir-Rohim deb boshlaymiz qiladigan ishlarimizni? Demak, Bismillahir-Rohmanir-Rohim tarjimasi mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Demak, biz har bitta ishni Alloh nomi bilan qilishimiz kerak. Uni qanday qilamiz? Uni aynan Alloh qanday qilgan bo'lsa, o'zimizning qobiliyatlarimizdan, resurslarimizdan, bilimlarimizdan kelib chiqib, aynan Allohning yaratish qonunlariga mos holda davom ettiramiz. Biz qanday qilib yaratish qonunlariga mos holda ishlashimiz mumkin? Bu uchun sizlarga bitta misol keltiraman. Misol uchun uzoqqa bormaymiz. Misol o'zimizdan, insonlardan olamiz. Inson nimalardan tuzilgan? Inson asosan ikkita unsurdan tuzilgan. Ular nimalar? Ular bittasi tana, ikkinchisi ruh. Hayotda shuni guvohi bo'lamizki, juda ko'p insonlar hayoti davomida juda ko'p resurslarini, juda ko'p ilmlarini, juda ko'p harakatlarini aynan tanani rivojlantirish uchun sarflaydi. Lekin ruh rivojlanish uchun sarf-xarajat, ruh rivojlanish uchun harakatlar afsuski insonlarda kamroq. Endi savol tug'iladi. Bizga o'zi birlamchi tanami yo birlamchi ruhmi? Endi tasavvur qilaylik. Bir inson agar ertaga ertalab hayotdan ko'z yumsa yoki tanasini, ruhi tark etsa, u insonni qarindoshlari, qo'shnilari yoki atrofdagi insonlar peshinga qoldirmasdan yoki asrga qoldirmasdan olib borib qabrga qo'yib kelishadi. Endi bundan kelib chiqadiki, demak, tanamizning qadri, qiymati agar ruh bo'lmasa, yarim kunlik
Boring yana bir kunning 3dan 2 qismichalik ekan. Lekin ruhchi? Ruh, agar biz ilohiy kitoblarga ishonadigan bo'lsak, ruh hech qachon o'lmaydi. Ruh bir ko'rinishdan ikkinchi ko'rinishga o'tadi. Demak, qachonki insonni tanasi qabrga qo'yilganda, uning ruhi tirik bo'ladi. Endi ruh tirik bo'lgan holatda u inson tanasi uchun hayotida yaratgan nimani olib keta oladi o'zi bilan? Sandiq yig'ilgan boyliklarni olib keta oladimi? Yoki qavat qurilgan uylarni olib keta oladimi? Yoki eng yaxshi minib yurgan mashinalarni, ulovlarni olib keta oladimi? Afsuski, olib keta olmaydi. Ruh faqatgina o'zi bilan hayotda olingan tajribalar, ilmlar va xulosalarini olib ketadi. Shuning uchun biz birinchi navbatda tanamizga emas, ruhimizga oziq berish bilan shug'ullanishimiz kerak. Ruh uchun ko'proq qayg'urishimiz kerak. Ana endi nima uchun yaratilish qonunlariga mos bo'lishimiz kerak degan savolimizga qaytadigan bo'lsak, demak biz bizneslarni ko'rib chiqayotgandik. Endi nima uchun biz insonni misol keltirdik? Sababi biznes ham xuddi inson singari umumiy bir tuzilma. Demak, biznesimizda ham tana bor, ruh bor. Endi yaratilish qonunlaridan kelib chiqib, biznesda ham aynan ruhga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Afsuski, bizni juda ko'p bizneslarimizda biznesning ruhi masalasiga juda kam e'tibor beriladi. Lekin bizneslarga tizim amaliyotini qilgan mutaxassis sifatida men sizlarga shu narsani 100% ishonch bilan ayta olamanki, biznesda birinchi masala biznesning ruhi masalasi. Biznesning ruhi deganda biz nimani tushunamiz? Biznesning ruhi deganda asosiy tushunchalar quyidagilardan iborat. Birinchi, biznesning asosiy oliy maqsadi. Ikkinchi, biznesning oliy maqsadiga yetish yo'lidagi konsepsiyalar. Uchinchi, biznesning maqsadiga yetish yo'lidagi rioya qilishimiz kerak bo'lgan qonun va qoidalar. To'rtinchisi, aynan biznesning umumiy yakuniy qiymatli mahsuloti. Biznesning tanasiga keladigan bo'lsak, biznesning tanasi nima? Biznesning tanasi har birimizning bizneslarimizda mavjud bo'lgan yo'nalishlar. Bular nimalar? Sotuv yo'nalishi bo'lishi mumkin, ishlab chiqarish yo'nalishi bo'lishi mumkin, pullarni nazorat qilish, moliyani nazorat qilish yo'nalishi bo'lishi mumkin, sifat yo'nalishi bo'lishi mumkin. Mana shu yo'nalishlar hammasi bular biznesning tanasi va biznesning tanasining asosiy maqsadi moddiy manfaat olish. Shu narsani sizlarga ishonch bilan ayta olamanki, biznesda moddiy manfaat birinchi o'rinda turmaydi. Biznesda moddiy manfaatdan ko'ra muhimroq yo'nalishlar bor. Bu masalalar bo'yicha keyingi suhbatlarimizda ko'rib chiqamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Biz beradigan ma'lumotlar, kontentlar sizga foydali va manfaatli bo'ldi deb hisoblasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'ling va har qanday tizimlashtirish bo'yicha yo hozirgi ko'rib chiqqan mavzumiz bo'yicha qanaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol savollarni kommentariyalarda qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.